İçin kuyup ketdimi? Nima? İchingda darding bor ekan deyapman. Yonyapsan, yonib ketyapsan. Meni bir emas, mingta dardim. Ha, shuni aytaman. Darding bor, darding. Uni davolashdan qo'lingdan kelmaydi. Boshingni qil. Menga unaqa arzon baho berma. Ha, men seni hayotda aldangan ayolligingni ko'rib turib oldingga keldim. Meni parilarim gapiradi, parilarim. Shundoq seni ko'rsatdi, oldingga keldim. Nega qara? To'g'ri falochasan. Rostini ayt. Meni alday olmaysan. Men unaqa ayollardan emasman. Voy, seni aldab meni zarilim ketdimi? Men ko'rgan narsamni, bilgan narsamni, parilarim nimani aytsa, o'shani aytaman, singlim. Seni mana bu yuraging sanchadi, to'g'rimi? Yuragimni qo'yib tur. Meni qizim bor, 21 yoshga kirgan. Turmushga chiqmayapti. Bilaman. Uni hali eri olib ketmadi. Kelgan sovchilar qaytib ketishyapti. Shunga nima qilsam bo'ladi? Nima qilishim kerak men? Yo'li bor. Yo'li juda oson. Haqqini bersang, aytaman. Ana o tillalaringdan bittasini tashlay endi. Meni laqqa tushadi, gapiga ishonadi deb o'ylaysan shekilli. Qizg'anchiq. Qizingni baxti kerak bo'lmasa borku, tillangni boshingga ur. To'xta. Rostini to'g'ri falochasanmi? Menga qara. Rostini to'g'ri falochasanmi? Senga ishonsam bo'ladimi? Meni dong'im ketgan, meni hamma taniydi. Hanifa foshi desa, hamma biladi. Meni parilarim nima desa, nima aytsa, o'shani qilaman. Men nima qilishim kerak? Hozir yashab turgan uyingdan ko'chasan boshqa uyga. Qayerga ko'chaman? Bilasan qayerga ko'chishni. Agar o'sha yerdan ko'chmasang, qizing bir umr baxtsiz qolib ketadi. Ko'chganingdan keyin birinchi kelgan sovchiga qizingni berasan. Qizingning haqiqiy baxti ana o'shalar bo'ladi. Unutma, birinchisi ko'chishni ham unutma. Bu aytganimni qil, tezroq ko'ch. Demak, tezroq ko'chishim kerak. Qizimni birinchi kelgan sovchiga uzatishim kerak. Qayerga ko'chaman? Zariya qizim, tog'angni uyiga ko'chib o'tamizmi? Nega, oyi? Haligi tog'ang boshqa hovliga ko'chib o'tibdi. Baribir ham uy bo'sh yotibdi. Shunga o'zimiz alohida ko'chib o'tamizmi? Tog'am rozi bo'ladilarmi? Rozi bo'ladi, nega rozi bo'lmaydi? Ja bo'lmasa o'zim tushuntiraman. Undan keyin Doniyorni uylantirish taraddudida hozir. Kimga uylantirisharkan? Bunisini bilmayman. Aralashmayman ham. Ishim nima? To'g'ri qilasiz. Qachon ko'chamiz, oyi? Shashibsanmi? Gapim senga yoqdimi deyman-da? Bayat tog'am bizga yarasa ko'p yaxshilik qildilar. Tezroq bo'shatib qo'yaylik degandim deydi. Yaqinda ko'chamiz qizim. Alohida uyga chiqib ketamiz. Xudo xohlasa. Bugun shuni maslahatim qilaman, xo'pmi? Zari, Labiyaga. bu yoqqa kel qizim. O'zim masal qizim. Hozir kelgan sovchilarni ko'rdingmi? O'shalarni o'g'li menga juda ma'qul tushdi. Oyi, avval surishtirmaysizmi? Ularni tanimasak, kimligini bilmasak. Menga qara, Zarish. Birinchi kelgan sovchi bu seni baxting. Qara. Qaynanam
yuvoshgina ekan. To'yda kichikroq o'tkazamiz dedi. O'g'li ishlarkan, o'zini eplarkan, yana nima kerak senga? Bir marta kelganiga to'y ham kelishib qo'ydingizmi? Meni ko'nglimga yoqdi, Zari. Ularni boshqa ovora qilmaymiz. Xo'p deymiz, bo'ldi, to'yning harakatini qilaveramiz. Oyi, uchrashuvga chiqib, o'sha yigit bilan ko'rishib, gaplashib olmaymanmi? Baribir yaxshi yigit chiqadi. Meni boshlamoqma. Bor dorilarimni olib kel. Oyi, Bor dorilarimni olib ketadim sen. bilmayman. Sen oyingga shunaqa deyishga uyalmaysanmi? Yuzingni pardasini yig'ishtirib, men erimni avval ko'rmoqchiman demoqchimisan? Yetsiz, beting qursin. Men shunaqa qizga taqildimmi? Gapdaman. O'sha yigitga tegasan tamom. Tagaling qurur. Qizim keling. Sizga hovlilarimizni tanishtiray. Keling qizim. Mana shu bizni hovlimiz qizim. O'g'lim bilan mana shu hovlida yashaymiz. Xudo xolisa o'g'lim ishlarni barakasini bersa, mana o'zi katta nima deydi? Bolaxona quramiz, mana bitta katta zinalari bo'ladi. Shuncha yil tiklanmagan hovli, endi tiklanadimi? Bu odamlarning ichida joni bormi? Nahotki ishlatishga likopchasi bo'lmasa, tosh davriga tushib qoldim shekilli. Bu yerda uzoq qololmayman. Qizim, mana bu yerda oshxona. Qarang. O'g'lim bilan men o'zimga kichkina qozonda ovqat qilardim. Jomani olsangiz katta qozon bor. Endi mana siz keldingiz qizim, ko'payishdik. Katta qozonda ovqat qiling, xo'pmi? Boring qizim. Agar ketadigan bo'lsam, Xudo haqqi savob uchun ham hamma narsalarimni tashlab ketaman. Gulim. Hali o'zimni tiklab olaman. Ko'rasan. Oyiz ikkalangiz bitta gapni topolgansizlar. Shu yoshga kirib, shu ahvolda bo'lsangiz, nima men sizlarga sehrli tayoqchamanmi? Nahotki shu zamonda shunaqa yashasa? Baxtli bo'linglar qizim. Farzandlaringlar ko'p bo'lsin. Siz niyatingizga yetdingiz. Meni orzularimni esa barbod qildingiz. Oyim kelib uzatgan joylarini bir tomosha qilsalar edi, qon bosimlari ko'tarilishadi. Zari? Oyim nima qilyapsan? Ana hovlimasmi sizlarga? Gapir. Tiling yutib olganmisan? Voy, assalomu alaykum xudojon, yaxshimisiz? Keling, keling. To'ydan oldin ko'rsatgan hovlingiz mana bu emasmi? Xudojon. To'xtang xudojon.
Mas ko'zim tushuntirib beraman hozir. Nimani tushuntirasiz menga? Siz aldagan ekansizda. Qaysi vijdon bilan shunaqa qildingiz? Niyatingiz nima edi? Shoshilmang. Nima uchun bizdan o'ch oldingizmi? Nega? Bizda aramiz bormidi? Iltimos qudajon. Shovqin qilmang. Hammasini tushuntirib beraman hozir. Nimani tushuntirasiz menga? Zak, bor, narsalaringni eshittir. O narsalaringni eshittir. Qolgan narsalaringni ertaga tog'alaringga olib ketamiz. Siz qilmang qudajon. Shunchalik ham bo'ladi. Uyatsizlar. Nima qilib qo'ydim axir? Xudoyim jazolaringni bersin. Buguningdan battar bo'lgan oilavanda qarg'amang. Qarg'amang. Bular ham xudoni sinovida o'tirmagan paytlar. yo'q. Bu sinov emas, bular Xudoni qahriga uchragan. Shunchalik ham ko'p bo'lamanmi sari? Ketdik. Yur. Oyi, Unaqa demang qudajon. bu yerda yashashga ixtiyorim yo'q. Nega keta olmayman? Nimaga ketolmaysan? Nimaga ketolmaysan? Unaqa demang qudajon. Shovqin qilmang, shovqin qilmang. Oyi, oppoq qog'ozga siyoh tegib bo'ldi. Qancha harakat qilaman, ketmaydi. Oy, keting. Nima deyapsan, Zarisa? O'ylab gapiryapsan. Sen shu uyda yashamoqchimisan? Oy, keting, endi kech. Lo'lining gapiga ishonib xato qildim. Birinchi sovchi baxti deganiga ishonibman. O'zimni kuyganim kam edi. Qizim, meni kechir. O'shanda Lo'lining gapiga kirib, senga quloq solman. Xudo meni jazoladi. Xudo urdi meni. Oy, unda qiling. Boringki. Mayli, men ketaman. Men hozir ketaman. Lekin hammalaring shu uchun javob berasan. Meni aldaganlik uchun javob berasan. Xudoning balosi.